Farg'ona viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi tarixiy muzeylardan hisoblanadi. Unga 1899-yilda asos solingan. Asos solinganda ilk eksponatlar 2223 ta buyum va kitoblarni tashkil etsa, bugungi kunda muzeyimizdagi eksponatlar soni 100 mingdan oshdi. Ushbu maxsus binoga 1985-yilda ko'chib kelingan bo'lib, asosan ekspozitsiya zallari 2 qavatdan iborat. Bu 2 va 3 qavatlar. 2 qavatimizda Farg'ona vodiysini tabiati, tarixi, arxeologiyasi hamda o'rta asrlar va shahar tarixini ko'rsatadigan bo'lsak, 3-qavatimizda esa hunarmandchilik va tasviriy san'at galereyalari joy olgan. Muzeyimizning tabiat bo'limining boshlanishida mana shu qavariq xarita muzey bo'yicha sayrni boshlab beradi. Farg'ona vodiysi haqida geografik joylashuvi, bu yerdagi suv resurslari hamda uning tog'liklar bilan o'ralganligini ko'rsatib beruvchi xaritamiz Farg'ona vodiysi haqida to'liq ma'lumotlarni beradi. Muzey tabiat bo'limining eng qiziqarli burchaklari mana shu hayvonlar joylashgan burchak hisoblanadi. Bu yerda biz juda ham ko'plab burgutlar sarasini hamda yirtqich hayvonlarni ko'rishimiz mumkin. Misol uchun ulardan biri soqolli burgut bo'lsa, u eng katta burgutlarimizdan hisoblanib, qanotlarini yoyganda 3 metrgacha yetishi mumkin hamda o'z o'ljasini suvagi bilan hazm qilish xususiyatiga ega. Bundan tashqari mana bunday to'qay mushugi yovvoyi mushuklar sarasiga kiruvchi to'qayzorlarda uchraydigan eng katta mushuklar vakili hisoblanadi. Hamda Qizil kitobga kiritilgan bo'ri, qironqora hamda lochin qushlarimiz ham bu bo'limdagi eng qiziqarli hayvonlardan hisoblanadi. Faqatgina Farg'ona vodiyimizdan oqib o'tuvchi Sirdaryo daryosida uchrovchi Sirdaryo kurakburun balig'i ham bu yerdagi qiziqarli hayvonlarimizdan hisoblanadi. Muzeyimizning ushbu bo'limida Farg'ona 19-asr oxiri va 20-asr boshlariga oid asori atiqalar joylashgan. Farg'ona shahri 1877-yilda harbiy shahar sifatida tashkil etilgan bo'lib, Farg'ona shahrida gubernatorlar boshqaruvi uchun gubernatorlar uyi tashkil etiladi. Ushbu gubernatorlar uyi Farg'ona shahridagi Yusufjon Qiziqshakarjonov nomli musiqali drama teatrida joylashgan bo'lgan va ushbu binoda mana shu mebel majmuasi gubernatorlarning ishxona jihozi bo'lib xizmat qilgan. Ushbu ekspozitsiya zalimizda 19-asrga oid bo'lgan ta'lim muassasalari, tibbiy muassasalar, madaniy muassasalar haqida ham so'z boradi. Bundan tashqari ushbu bo'limimizda viloyatning birinchi gubernatori Skobelevning bronzadan yasalgan byusti, Farg'ona shaharining qurilish loyihasi, maishiy hunarmandchilikdagi o'zgarishlar, shaharda qurilib borilgan zavod va fabrikalar, ta'lim, tibbiy muassasalar hamda madaniy muassasalar haqida so'z boradi. Bo'limimizni yakuni sifatida imperiyaga qarshi qo'zg'alonlar muzey ekspozitsiyasining 2-qavatini yakunlaydi. Bunda biz Rossiya imperiyasiga qarshi Dukchi Eshon qo'zg'aloni va Marg'ilon qo'zg'aloni voqealiklariga to'xtalib o'tamiz.